Yashil makon umumiy loyihasi doirasida mana bugun Toshkent viloyatida katta tadbir uyushtirildi. Bu tadbirda asosan hukumat tomonidan tasdiqlangan dolzarb yashil makon umumiy loyihasi o'tkazish to'g'risida dolzarb 1 oylik e'lon qilingan. Mana shuni ijrosini ta'minlash maqsadida bugun Toshkent viloyati mana Ohangaron yo'l bo'yida Ekologiya vazirligi uchun ajratib berilgan 1 km 300 metr masofadagi 8 qatordan 14 qatorgacha bo'lgan joylarda iqlim sharoitiga mos bo'lgan daraxt ko'chatlari, shumtol, qayrag'och, go'zal katalpa kabi suvsizlikka va qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan daraxt turlari ekish ishlari amalga oshirilyapti. Albatta bu jarayonda bevosita Ekologiya vazirligi xodimlari, O'rmon agentligi, qolaversa sohaga aloqador boshqa tashkilot xodimlari ham ishtirok etyapti. Mana bugungi tadbirda 2000 dan ortiq daraxt va bitta ko'chatlarni ekish o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. Mana bevosita hozir mana shu jarayon davom etyapti. Xudo xolasa mana shu bularni ertaga sug'orish tizimini qilib, zararkunanda kasalliklarga qarshi kurashish va qolaversa barcha agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan holatda mana shu tadbirlar davom ettiriladi.